kommentariyalarni o'qib, sразу javob berib o'tib ketishga harakat qilaman. Jo'jalar sotiladi. Men zot olaman, o'zim uchun zotni ko'paytiraman, jo'jalarni sotaman. Ota-onasini sotmayman. Chunki ota-onasi juda qimmatda bular. Toza qonligini hisobiga, chetdan olib keltirayotganim hisobiga, bularning dokumentiga juda ko'p pul sarflab tashladim bularga men. Mana bu yapon shamo bo'ladi. Toza. Men o'zimchalik bunga nom qo'yib oldim, armatura deb. Lekin rostdan ham armatura ekan, bor buni qiltiruvligiga ishon bo'lmasa ekan. Qiltiriqligiga ishon bo'lmasa ekan, bu juda ozg'in xo'roz. Buni ozg'inligini qaranglar. Lekin mana shu lombo yotibdi, tarasha bor, tarasha bo'yotibdi. Kechagina bitta tullayga urishtirdim buni. Tullayni chamadonni ichiga upakovka qilib qo'ydi bu. Yomon ekan. 1 raund 10 minut vaqt yetdi-da bunga. 10 minutda tullayni mazasini qochirib tashladi jonivor. Men jo'jalarni sotaman. Lekin ota-onasini sotmayman. Ota-onalari sotilmaydi. Bolalari sotiladi. Bolalari $150 bo'lsa gaplashamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, ukalar.